Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Hozir aytadiganlarim deyarli har birimizga, kundalik hayotimizga, ayniqsa moliyaviy muomalalarimizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz raqamli to'lovlardan foydalansangiz, kimdir sizga pul o'tkazsa, onlayn savdo qilsangiz yoki hatto shaxsiy kartangizga do'stingizdan qarz olsangiz ham, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirgi paytda ushbu mavzu juda dolzarb bo'lib, ko'pchilik uning ahamiyatini to'liq tushunmayapti. Bu videodagi ma'lumotlar sizni jiddiy moliyaviy muammolardan va qonuniy javobgarlikdan qutqarishi mumkin. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizga kelajakda ham shu kabi muhim ma'lumotlarni ulashishga motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo yaqin o'tmishga nazar tashlaylik. Ko'p yillar davomida bizning iqtisodiyotimizda, ayniqsa shaxsiy moliyaviy muomalalarda naqd pulsiz operatsiyalar asosan bank kartalari orqali amalga oshirilardi. Ammo bu kartalar asosan maosh olish, pensiya, stipendiya kabi aniq belgilangan mablag'larni qabul qilish yoki do'konlarda to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlatilardi. Shaxsiy kartalar o'rtasidagi o'tkazmalar, ya'ni peer-to-peer, P2P to'lovlar, asosan oila a'zolari o'rtasidagi kichik miqdorli o'tkazmalar, do'stlarga qarz berish yoki olgan qarzni qaytarish kabi maqsadlarda ishlatilardi. Odamlar bir-birlariga pul o'tkazishganda, banklar yoki soliq organlari bu operatsiyalarning maqsadiga jiddiy e'tibor bermasdi. Aytish mumkinki, bu sohada deyarli hech qanday nazorat yo'q edi. Onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo-sotiq qiladigan kichik tadbirkorlar, uy bekalari, hunarmandlar, frilanserlar o'z mahsulot va xizmatlari uchun to'lovlarni shaxsiy bank kartalariga qabul qilishar. Bu esa ko'pincha soya iqtisodiyotining bir qismi bo'lib qolardi. Soliqlar to'lanmasdi. Bu esa davlat byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatardi va qonuniy bizneslarga nisbatan adolatsiz raqobat muhitini yaratardi. Hech kim shaxsiy kartasiga tushgan pul uchun bankdan yoki soliq idorasidan so'roqqa tutilishini kutmasdi. Bu holat ko'pchilik uchun oddiy va qulay hisoblanardi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat iqtisodiyotni raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va soya iqtisodiyotiga qarshi kurashish bo'yicha jiddiy qadamlar tashladi. O'tgan yillarda qabul qilingan bir qator qonun hujjatlari, jumladan raqamli iqtisodiyot shaffofligi va xavfsizligi to'g'risidagi qonun bu shartli nom. Ammo mohiyati shunday hamda soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida moliyaviy muassasalarga, banklar va to'lov tizimlariga fuqarolarning bank kartalari orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarni muntazam ravishda monitoring qilish va belgilangan mezonlarga javob beradiganlarni soliq organlariga avtomatik tarzda taqdim etish majburiyati yuklatildi. Ya'ni hozirda har bir PIP to'lovi, har bir kartaga kelib tushgan mablag' bank tizimi tomonidan kuzatilmoqda. Banklar o'zining ichki monitoring tizimlari orqali shubhali yoki tijorat faoliyatiga o'xshash operatsiyalarni aniqlab, ularni soliq organlariga yo'llaydi. Bu o'zgarishning asosiy sababi pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini oldini olish, shuningdek soliq bazasini kengaytirish va barcha uchun teng raqobat sharoitlarini yaratishdir. Endi sizning shaxsiy kartangizga kelib tushadigan har qanday, hatto kichik miqdordagi mablag' ham, agar u muayyan belgilangan me'yorlardan oshsa yoki shubhali faoliyat belgilariga ega bo'lsa, avtomatik ravishda nazoratga olinishi mumkin. Bu esa sizga kelajakda bir qancha noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Asosiy qismdek batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak va kimlar kerak emas. Keling, ushbu yangi qoidalar qanday ishlashini va nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilish kerak? Birinchidan, operatsiyalar chegaralari, thresholds. Banklar va soliq organlari PIP o'tkazmalarini bir necha mezonlar bo'yicha tahlil qiladi. Eng muhimi bu summaning kattaligi va operatsiyalar soni. Hozirda aniq bir umumiy jamoatchilikka e'lon qilingan chegara summasi yo'q. Banklar va soliq organlari har birining o'z ichki mezonlari bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda quyidagi holatlar ko'proq e'tibor tortadi. Yakka tartibdagi tranzaksiyalar hajmi. Agar sizning kartangizga bir martalik o'tkazma juda katta miqdorda kelib tursa, misol uchun bir kunda bir martalik 5 million so'mdan ortiq
pul o'tkazmasi darhol bankning e'tiborini tortishi mumkin. Bu albatta qonunbuzarlik degani emas, lekin uning kelib chiqishi va maqsadini aniqlashni talab qiladi. B. Kumulyativ tranzaksiyalar hajmi. Bu eng muhim nuqta. Agar sizning kartangizga bir oy ichida yoki cho'rak ichida ko'p sonli mayda pul o'tkazmalari kelib tushsa va ularning umumiy miqdori ma'lum bir summadan oshsa, bu ham nazoratga olinadi. Masalan, bir oyda evida 1 ming so'mlik eventa alohida o'tkazma kelsa, bu umumiy miqdori 2 million so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan summani tashkil etadi. Agar bu holat muntazam tus olsa, ya'ni har oyda shunday miqdordagi va sondagi o'tkazmalar takrorlansa, bank tizimi buni biznes faoliyati sifatida talqin qilishi mumkin. Agar bu miqdorlar yanada yuqori bo'lsa, masalan, oyiga 10 million so'm va undan yuqori bo'lsa, bu deyarli kafolat bilan soliq organlarining e'tiborini tortadi. C. Tranzaksiyalar chastotasi. Qanchalik tez pul kelib tushmoqda? Agar bir kunda yoki haftada bir nechta turli shaxslardan pul o'tkazmalari qabul qilinsa, bu tijorat faoliyati belgisi bo'lishi mumkin. D. Tranzaksiyalar manbalarining xilma-xilligi, pul o'tkazmalarini yuboruvchilarning soni va ular bilan bo'lgan aloqalar. Agar sizga doim bir xil 2-3 kishi pul o'tkazsa, masalan, oila a'zolari, bu boshqa holat. Ammo sizga yuzlab har xil shaxslardan, ularning hech biri bilan aniq oilaviy yoki do'stona aloqasi bo'lmagan shaxslardan pul kelsa, bu savdo yoki xizmat ko'rsatish faoliyatini anglatadi. Qaysi turdagi operatsiyalar ta'sirlanadi? De facto barcha turdagi PP o'tkazmalari. Bunga misollar onlayn sotuvlar, Instagram, Telegram kanallari, Facebook Marketplace kabi platformalar orqali kiyim-kechak, kosmetika, uy rozg'or buyumlari, pishiriqlar, qo'l mehnati mahsulotlarini sotish, freelance xizmatlari, web dizayn, grafik dizayn, dasturlash, tarjima, onlayn repetitorlik, ijtimoiy tarmoqlar menejmenti va boshqa onlayn xizmatlar uchun to'lovlar, ijara to'lovlari, kvartira, avtomobil yoki boshqa mol-mulkni ijaraga berishdan olingan muntazam to'lovlar, boshqa xizmat ko'rsatish turlari, go'zallik salonlari, sartaroshxonalar, ta'mirlash ishlari yoki boshqa maishiy xizmatlar uchun naqd pulsiz olingan to'lovlar. Hatto xayriya maqsadida yoki boshqa sabablar bilan bir necha kishidan pul yig'ish ham. Agar u belgilangan chegaralardan oshsa, nazoratga olinishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu savolga javob berish juda muhim. Agar sizning moliyaviy faoliyatingiz quyidagi toifalarga kirsa, diqqatingizni yanada kuchaytiring. 1. Freelancerlar, web dizayner, copywriter, onlayn o'qituvchi, ijtimoiy tarmoqlar mutaxassisi kabi faoliyat bilan shug'ullanadigan har bir shaxs. Misol, Dilshod 30 yoshli web dizayner. Har oy ertalab 9 dan kechki 10 gacha 00 gacha o'zining asosiy ish joyida faoliyat yuritadi. Bo'sh vaqtida kechki paytlari yoki dam olish kunlari qo'shimcha ravishda onlayn buyurtmalar oladi. Mijozlari unga PIP orqali, masalan, bitta logotip dizayni uchun 500 ming so'm, veb-sayt uchun 2 million so'm o'tkazib berishadi. Oyiga o'rtacha 5-7 ta shunday buyurtma oladi va umumiy summasi 10-15 million so'mni tashkil etadi. Dilshodning kartasiga kelib tushadigan bu muntazam va xilma-xil manbalardan bo'lgan o'tkazmalar bank tizimining qizil chirog'ini yoqishi mumkin. Uning daromadi soliqqa tortilishi kerak bo'lgan daromad hisoblanadi. Ammo u buni deklaratsiya qilmagani uchun muammoga duch kelishi mumkin. Kichik onlayn sotuvchilar, Telegram kanallari, Instagram do'konlari orqali uyda tayyorlangan mahsulotlar, import qilingan tovarlar yoki qo'l mehnati buyumlarini sotuvchilar. Misol, Feruza opa, 45 yoshli uy bekasi, Instagram orqali o'zi pishirgan shirinliklarni sotadi. Kuniga 5-10 ta buyurtma oladi. Har bir buyurtma uchun ertalab soat 10 ga. Donildan kechki 27 gacha turli mijozlardan bakkadan 1000 so'mdan 200 ming so'mgacha bo'lgan pul o'tkazmalarini qabul qiladi. Oyiga bu orqali 7 million so'm pul to'playdi. Uning kartasiga muntazam va kichik, lekin ko'p sonli o'tkazmalar kelib tushishi bankning avtomatik monitoring tizimi tomonidan darhol aniqlanadi. Bu holat uning noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganligidan shubha qilish uchun asos bo'lishi mumkin. 3. Muntazam ravishda xizmatlar, ijara yoki tovarlar uchun pul qabul qiluvchi shaxslar, kvartira egalari, ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchilar, sartaroshlar, kosmetologlar va boshqalar. Misol, Akmal aka 25 yoshli tadbirkor. O'zining 2 ta kvartirasini ijaraga bergan. Ijarachilar har oyning 5 sanasida uning shaxsiy kartasiga 3 million so'mdan 2 ta alohida o'tkazma qilishadi. Bu umumiy 6 million so'm miqdoridagi muntazam daromad. Avvallar bu holatga hech kim e'tibor bermasdi.
Endi esa bu turdagi muntazam o'tkazmalar ham soliq nazorati ostiga tushadi va Akmal aka ijara faoliyatini rasmiylashtirmagani uchun jarimaga tortilishi mumkin. 4. Shaxsiy hisob varaqlarini biznes faoliyati uchun foydalanuvchilar. Misol uchun, turli tovarlarni oldindan buyurtma asosida olib kelib sotish uchun klientlardan avans to'lovlarini shaxsiy kartasiga olgan shaxslar. Ularning kartalariga doimiy ravishda ko'p miqdorda pul kelib tushadi. Keyin esa o'zlari tovar sotib olish uchun boshqa yuridik shaxslarga yoki xorijiy kartalarga pul o'tkazishadi. Bu nafaqat soliqqa tortilishi mumkin bo'lgan daromad, balki pul yuvishga o'xshash harakat sifatida ham talqin qilinishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas, kamroq. Agar sizning moliyaviy muomalalaringiz quyidagi toifalarga kirsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tgan ish beruvchidan oylik maosh oluvchilar. Sizning maoshingiz rasmiy ravishda hisoblanadi va barcha soliqlar avtomatik tarzda to'lanadi. Bir martalik sovg'alar yoki oila a'zolari o'rtasidagi kichik miqdorli o'tkazmalar. Misol uchun, sizning onangiz sizga tug'ilgan kuningiz uchun 520 ming so'm o'tkazsa yoki siz farzandingizga oylik xarajatlar uchun 1 million so'm jo'natsangiz, bu turdagi o'tkazmalar odatda savol tug'dirmaydi. Chunki ular tijorat maqsadida emas va muntazam emas. Lekin shunda ham bir yilda bir necha marta katta sovg'alar tarzida o'tkazishlar ham e'tibor tortishi mumkin. Muhimi bu operatsiyalar muntazam va tijoriy tusga ega bo'lmasligi. 30. Rasmiy korxonalar va tashkilotlardan tovar yoki xizmatlar uchun to'lovlarni qaytarish. Refund. Agar siz biror rasmiy do'kondan tovar sotib olib, uni qaytarganingizda pulingiz kartangizga qaytib tushsa, bu ham muammo tug'dirmaydi. Tartino, rasmiy hujjatlar asosida amalga oshirilgan katta aktiv savdolari, masalan, avtomobil yoki ko'chmas mulk sotishdan olingan pul. Agar siz notariusda oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirgan bo'lsangiz va barcha kerakli soliqlar to'langan bo'lsa, bu turdagi katta miqdordagi pul o'tkazmalari qonuniy hisoblanadi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu yerda sizni xavfli vaziyatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar va e'tibor berish kerak bo'lgan juda nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Ba'zan oddiydek tuyulgan holatlar ham murakkab oqibatlarga olib kelishi mumkin. Istisnolar, rasmiy ravishda belgilangan oilaviy yordamlar, aliment, bola uchun nafaqa, farzandlar uchun nafaqa kabi to'lovlar. Agar ular sud qarori yoki notarial tasdiqlangan kelishuv asosida amalga oshirilsa, daromad sifatida hisoblanmaydi va soliqqa tortilmaydi. Bu mablag'lar maqsadli bo'lib, ular uchun maxsus qoidalar mavjud. Oilaning bevosita a'zolar o'rtasidagi o'tkazmalar ham ota-ona, farzand, er-xotin, agar ular muntazam va katta hajmdagi tijoriy xarakterga ega bo'lmasa, odatda muammoga duch kelmaydi. Masalan, ota-ona kasal bo'lgan farzandiga davolanish uchun pul jo'natsa, bu daromad emas. Lekin bu yerda ham mablag'ning hajmi va chastotasi muhim. Misol uchun farzandingizga har oy muntazam ravishda 20-30 million so'mdan pul o'tkazmasangiz, bu normal holat hisoblanadi. Rasmiy korxonalardan qaytarmalar, agar siz biron bir rasmiy kompaniyaga xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz va u pulni sizning shaxsiy kartangizga qaytarib o'tkazgan bo'lsa, bu ham soliqqa tortilmaydi. Chunki bu daromad emas, balki oldingi to'lovning qaytarilishi. Lekin buning asosida tegishli hujjatlar, xizmat ko'rsatish shartnomasi, to'lov kvitansiyasi bo'lishi kerak. Katta hujjatlashtirilgan mulk savdolari avval aytganimizdek, avtomobil, uy-joy yoki boshqa qimmatbaho mulkning sotilishi natijasida olingan pullar ham, agar ularning savdo shartnomalari rasmiylashtirilgan bo'lsa, soliq organlari uchun savol tug'dirmaydi. Chunki bu amaliyotlar alohida soliqqa tortish qoidalariga ega. Tuzoqlar ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Birin, chegaralardan qochish uchun bir nechta kartalardan foydalanish. Ba'zi odamlar bank monitoringidan qochish uchun bir nechta bank kartalaridan foydalanishga urinadilar. Masalan, bir kartaga 4 million so'm, ikkinchi kartaga 3 million so'm, uchinchisiga esa 2 million so'm qabul qilib, belgilangan limitni, masalan, 5 million so'm aylanib o'tishga harakat qilishadi. Ammo zamonaviy bank tizimlari va soliq organlari sizning barcha hisob varaqlaringizni va ularga bog'langan stir, aynan raqamingizni osongina bog'lay oladi. Ular umumiy o'tkazmalar hajmini hisoblashadi. Ya'ni bu hiyla ish bermaydi. Aksincha, sizni qasddan yashirishga uringanlikda ayblanish xavfini oshiradi. 2. Kichik miqdorlar doim xavfsiz deb o'ylash. Yuqorida aytganimizdek, nafaqat yakka tartibdagi tranzaksiyalar hajmi, balki umumiy kumulyativ hajmi ham muhim.
Kuniga 100.000 so'mdan 5 ta o'tkazma oy oxirida 11 million so'm bo'ladi. Bu soliq organlari uchun jiddiy signal. O qonunni bilmaslik bahona emas. Men bu qonunni bilmasdim yoki meni hech kim ogohlantirmadi degan gaplar qonun oldida bahona bo'la olmaydi. Davlat organlari barcha fuqarolardan amaldagi qonunlarga rioya qilishni talab qiladi. Shuning uchun o'zingizni xabardor qilish va o'zgarishlarni kuzatib borish sizning majburiyatingizdir. 4. Chet eldan pul qabul qilish. Agar siz freelancer bo'lsangiz va chet eldan to'lovlarni qabul qilsangiz, bu ham murakkab masalaga aylanishi mumkin. Valyuta konvertatsiyasi, xorijiy banklarning hisobot standartlari va mahalliy qonunchilik o'rtasidagi tafovutlar. Bunday hollarda banklar ko'pincha qo'shimcha hujjatlar talab qilishi va pulning kelib chiqishini aniqlashni so'rashi mumkin. 5. Qo'shma hisob varaqlarida mas'uliyat. Agar sizning oilangizda bir necha kishi umumiy karta yoki hisob varaqdan foydalansa va unga tushgan pullar soliq nazoratiga tushsa, kim javobgar bo'ladi? Odatda hisob varaq egasi javobgar bo'ladi. Bu esa oila a'zolari o'rtasida noxush tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Noaniq nuanslar. 1. Tranzaksiya maqsadi hatto belgilangan chegara summasidan past bo'lsa ham, agar pul o'tkazmalari shubhali patdan ko'plab mayda, bir xil summadagi o'tkazmalar har xil manbalardan bir xil so'zlar bilan izohlanganiga ega bo'lsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Banklar va soliq organlari nafaqat summani, balki operatsiyaning sababini ham tahlil qilishga harakat qiladi. 2. Moliyaviy nazoratda sun'iy intellekt va mashina o'rganishi AI va machine learningning roli. Bugungi kunda moliyaviy monitoring tizimlari shunchaki odamlar tomonidan qo'lda tekshirilmaydi. Yuqori texnologiyali AI tizimlari minglab, millionlab tranzaksiyalarni bir necha soniyada tahlil qilib, shubhali harakatlarni avtomatik ravishda aniqlaydi. Bu degani, sizning faoliyatingiz shunchaki e'tibordan chetda qolishi ehtimoli juda past. Tizim anomaliyalarni topib, avtomatik ravishda tegishli organlarga xabar beradi. 3. Retrospektiv tahlil imkoniyati. Hozirgi kunda amalga oshirilgan barcha tranzaksiyalar arxivda saqlanadi. Agar kelajakda qonunchilik yanada kuchaytirilsa yoki sizning faoliyatingiz o'tmishdagi operatsiyalar asosida shubhaga tushsa, o'tmishdagi ma'lumotlar ham tahlil qilinishi mumkin. Shuning uchun hozirdan o'z faoliyatingizni tartibga solish muhimdir. 4. Daromad va o'tkazma o'rtasidagi farq. Banklar va soliq organlari sizning kartangizga kelib tushgan har qanday pulni daromad deb hisoblamaydi. Ularning maqsadi hisobot berilishi kerak bo'lgan tranzaksiyani aniqlash. Pul kelib tushgandan so'ng uning soliqqa tortiladigan daromad ekanligini yoki aksincha qonuniy sababga ega ekanligini soliq organlari aniqlaydi. Ammo sizni bunday tekshiruvlarga majbur qilmaslik uchun oldindan choralar ko'rish kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismiga keldik. Qanday qilib bu yangi qoidalarga rioya qilish va o'zingizni moliyaviy hamda huquqiy muammolardan himoya qilish mumkin? Sizga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Bir qadam, moliyaviy faoliyatingizni tushuning va ko'rib chiqing. O'z bank hisob varaqlaringizni, ayniqsa pul kelib tushgan tranzaksiyalar tarixini muntazam ravishda ko'rib chiqing. Oxirgi 1 yil yoki 6 oy ichidagi barcha kirim operatsiyalarini tahlil qiling. Kimdan, qancha miqdorda va qanday izoh bilan pul kelib tushganini aniqlashga harakat qiling. Agar siz doimiy ravishda turli odamlardan pul qabul qilsangiz, ular nima uchun ekanligini savdo xizmat ko'rsatish qarz sovg'a aniq belgilab chiqing. Bu sizga o'z faoliyatingiz qanchalik xavf ostida ekanligini baholashga yordam beradi. Bank ilovalaridagi hisob varaqlar va tranzaksiyalar bo'limidan bu ma'lumotlarni osongina olishingiz mumkin. 2 qadam, faoliyatingizni rasmiylashtiring. Agar kerak bo'lsa. Agar siz onlayn savdo qilsangiz, freelancerlik qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, ya'ni haqiqiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz, uni qonuniylashtirish eng to'g'ri va xavfsiz yo'l. O'zbekistonda buning uchun bir necha qulay variantlar mavjud. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Bu ayniqsa kichik hajmdagi xizmatlar ko'rsatuvchilar, hunarmandlar, repertorlar, dizaynerlar uchun juda qulay variant. Qayerga borish kerak? Sog'liq. Uz portalga kirishingiz yoki davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Faqat pasportingiz va STR-IN raqamingiz bo'lsa kifoya. Nima qilish kerak? Soliq. Uz saytida o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'limiga o'ting. Ro'yxatdan o'tish anketasini to'ldiring. Faoliyat turini tanlang. Jarayon juda sodda va ko'p vaqt olmaydi. Odatda
10 yil 15 daqiqa ichida amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga patent yoki guvohnoma beriladi. Soliq yuki minimal va hisobotlar oddiy. Bu sizni bank va soliq organlarining savollaridan himoya qiladi. Bu yakka tartibdagi tadbirkor. Yat sifatida ro'yxatdan o'tish. Agar faoliyatingiz biroz kattaroq hajmli bo'lsa yoki siz ishchi yollashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, yat sifatida ro'yxatdan o'tish mantiqiy. Jarayon ham DXM yoki soliq uz orqali amalga oshiriladi. Bu holatda hisobotlar biroz murakkabroq bo'lishi mumkin, ammo sizda qonuniy asos va kengroq imkoniyatlar paydo bo'ladi. JMJ yoki boshqa yuridik shaxs tashkil etish. Agar sizning biznesingiz katta hajmli va jiddiy investitsiyalarni talab qilsa, bu variant siz uchun. Ochiq qadam, aniqlash va hujjatlashtirish. Kelib tushgan har bir pul o'tkazmasining manbai va maqsadini bilib oling. Agar bu sovg'a yoki qarz bo'lsa, imkon qadar yozma, hatto oddiy SMS xabar ham tasdiqlashni saqlab qo'ying. Masalan, qarzni qaytardim yoki tug'ilgan kuningiz bilan bu sovg'a kabi xabarlar kelajakda yordam berishi mumkin. Agar bu savdo yoki xizmat uchun bo'lsa, xizmat ko'rsatish haqida buyurtma, chek yoki yozishmalar kabi dalillarni saqlang. Bu soliq organlari so'roqqa tutganida o'z harakatlaringizni isbotlash uchun asos bo'ladi. 4 qadam. Alohida hisob varaqlaridan foydalaning. Shaxsiy xarajatlaringiz uchun bir kartani, masalan, maosh kartasini, biznes faoliyatingizdan tushadigan daromadlar uchun esa boshqa kartani, masalan, o'zi band qilgan shaxs kartasini yoki korporativ kartani ishlating. Bu nafaqat bank va soliq organlari uchun hisobotlarni aniqlashtiradi, balki sizning o'zingizning moliyaviy hisob-kitoblaringizni ham ancha soddalashtiradi. Shaxsiy va biznes pullarini aralashtirmang. Beqadam mutaxassis bilan maslahatlashing. Agar sizda shubhalar bo'lsa yoki moliyaviy ahvolingiz murakkab bo'lsa, har doim soliq maslahatchisi yoki moliyaviy mutaxassis bilan bog'laning. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab aniq tavsiyalar bera oladi. Soliq qo'mitasining ishonch telefonlariga yoki Soliq.uz portalidagi virtual inspektor xizmatiga murojaat qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Ba'zan kichik bir maslahat katta muammolardan qutqarishi mumkin. 6 qadam. Xabardor bo'lib turing. Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi va Markaziy bankning rasmiy yangiliklarini kuzatib boring. Qonunchilik tez-tez o'zgarib turadi. Shuning uchun dolzarb ma'lumotlardan xabardor bo'lish juda muhim. Ishonchli axborot manbalariga obuna bo'ling va rasmiy e'lonlarga e'tibor qarating. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda jiddiy va dolzarb mavzu raqamli iqtisodiyotdagi moliyaviy o'zgarishlar haqida gaplashdik. Tushundingizki, endi shaxsiy bank kartasiga pul qabul qilish avvalgidek bemalol emas. Davlat iqtisodiyotni shaffoflashtirish va soyadan chiqarishga jiddiy kirishgan. Bu o'zgarishlarga moslashish hammamiz uchun muhim. Xavotirlanmang. Bu sizning shaxsiy moliyangizni to'liq nazorat qilish degani emas, balki qonun doirasida shaffof va adolatli faoliyat yuritishga chaqiriqdir. Bugungi ma'lumotlar sizni ogohlantirish va to'g'ri yo'nalishga boshlash uchun berildi. Kelajakda noxush vaziyatlarga tushib qolmaslik uchun yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Quyidagi izohlarda bu boradagi o'z tajribangizni, savollaringizni yoki fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz kelajakda ham siz uchun shu kabi dolzarb va amaliy ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy faoliyatingizda shaffof bo'ling.